Dadaxon Hasanov. Xalqining dardi-yu o'tmishini kuylagan yana shunday hofiz bormikin bizda? Yer qo'shig'ining shavqiga o'ynab kulaman deb paranjiga o't qo'ydingiz isyonchi ayollar. Oxir oqibat qismati ketmonchi ayollar. Qo'shiqning bu qismi ayollar uchun haqorat deya eshitilishi mumkin. Lekin nega aynan ketmonchi ayollar? Qo'shiq matnini tushunish uchun tarixga yuzlanamiz. Kommunistlar Markaziy Osiyoda, xususan yurtimiz hududida 1920-1930-yillar oralig'ida hujum harakatini olib borishgan. Bu harakatdan asosiy ko'zlangan maqsad ayollarni paranjidan voz kechishga undash va ularni jamiyatning teng huquqli a'zosiga aylantirish deb ta'kidlangan. Xo'sh, natija nima bo'ldi? Pala-partish olib borilgan targ'ibotlar natijasida 2,5 mingdan ortiq ayollar o'z yaqinlari tomonidan o'ldirildi. Paranjidan voz kechib, savodsizlikni tugatish kurslarida o'qib chiqqan ayollar majburiy mehnatga jalb qilindi. Nozik xilqat vakillari endi erkaklar qatori dalada ketmon chopishdi, traktor haydashdi. Shunda ma'lum bo'ldiki, hukumatning asosiy maqsadi ayollarga ozodlik berishgina emas, ularni ishchi kuch sifatida ishlatish bo'lgan. 1940-yilga kelib ayol ishchilarning soni 232 mingtaga yetdi. Bu butun respublikadagi ishchilarning 40,7%ni ayollar tashkil etgan edi degan. Qo'shiqdagi yana bir muhim nuqta bor. Goh o'zni osib nainki suvda oqasizlar. Dod deb bizirim dastidan o'zni yoqasizlar. Dod deb bizirim dastidan o'zni yoqasizlar. O'zi shundoq ham uy yumushlari-yu farzand tarbiyasidan bo'shamayotgan o'zbek ayollarining yelkasiga tushgan majburiy mehnat ularni juda qiyin ahvolga solib qo'ydi. Buning natijasida ko'plab ayollar o'z jonlariga qasd qilishdi, o'zlariga o't qo'yishdi. Bu voqealar esa matbuot va hukumat tomonidan muntazam yashirildi, xas qo'shildi. Ayni shu voqealarga hamohang bir manzarani Tog'ay Murodning Otamdan qolgan dallar asarida ham o'qishingiz mumkin. Ana shunaqa gaplar. Dadaxon Hasanov birgina qo'shig'i orqali shuncha dardni-yu tarixni olib chiqa olgan ijodkor. Adabiyot va so'zga diqqatli bo'ling. Salomat bo'ling.